Assalamu alaykum hurmatli din qardoshlarimiz, muhtaram tomoshachilarimiz. Assalamu alaykum hurmatli Radif Hazrat. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Radif Hazrat, sizga murojaat etamiz shunday so'rov bilan, masala bilan bugungi kunda bek aktual nikoh o'qituv, uning talablari, mehr ko'lami ham shakli. Nikoh deganda ko'bisi endi ko'z oldina keltiradi. Mana albatta Alloh taolo qarshында, kishilar qarshында va'da berishuv ham boshqalar albatta u da durust. Lekin nikohning tub ma'nosi, tarjimasi ul kelishuv, ya'ni kelishuv tuziladi. Yosh yigit ham qizg'ana tugul, masalan, yosh yigit bor, yosh qiz bor, shulay bet. Mana o'sha ikki orada kelishuv tuzuv ul endi ikki zo'r naslni birlashtiradi. Menda yigit bilan qizg'ana o'zaro birlashmay, menda ikki zo'r nasl birlashadi. Men endi nikoh borishida da so'rab beraman-da, mana nikoh kelishuv bo'lgach, siz kimlar bo'lasiz so'ng endi bir-biringizga degach, to'g'anlar da albatta qudog'iylar deb aytadilar. Mana zo'r nasl, yigit yog'i bor, ati-anisi bor, abi boboylar bor, to'g'anlar, yaqinlar bor, qiz yog'i bor, aning ati-anisi bor, masalan, to'g'anlar, yaqinlar bor. Demak, bu yoshlarning qovushuvi, ularning o'zaro qovushuvidan tugul, ikki zo'r naslni qovushtiruv. Shunga ko'ra nikohning mana shu kelishuvilar o'zining shartlari bor, ayrim shartlari. Albatta endi bu shartlarga mana tugallarak to'xtalsak, men qisqacha g'ana boshda sanab o'tamda, birinchisi ul albatta yoshlarning iymonli bo'lulari. Bunda endi yigitda, qizda ular iymon kalimasini nikoh borishida, masalan, to'g'anlar qarshында, yaqinlar, kelgan qo'noqlar qarshында aytib o'talar. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh yoki ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar Rasululloh. Bu so'zlar narsa deganini anglatadi. Allohdan boshqa ibodat qilib yashashga loyiqli zot yo'q. Muhammad aning elchisi, ya'ni oila quramiz narsa bilan, oila quramiz Alloh taolaga iymon bilan boshlaymiz, payg'ambarimiz o'rgatgancha yashaymiz. Mana yoshlarning o'sha birinchi va'dasi nikoh va'dasi. Andan endi albatta Alloh taolo o'zidan so'ng zo'r o'rin bera ati-anilarga. Ati-anilarning ruxsati, ati-anilarning rizolig'idan boshqa albatta endi yo'lga da chiqmaymiz, ishda boshlamaymiz, oilada qurmaymiz. Shunga ko'ra bunda ati-anilarni rizolati uchun qo'y bir momentlar bor deb aytamiz. Mana o'zingizda eski oldig'izani mehr degan bizdan kelib chiqqan, endi kelib tuvash shunday bir shart. Ko'p vaqt bizda bo'lak deylar, masalan, bo'lak yigitning qizga bergan bo'lagi ham boshqalar. Albatta ul nikoh vaqtida borda aybat, borda ko'ngilli, anda endi aning oxirini bir kishida o'ylamay, butun shu olg'a qarab ish. Albatta endi ko'p oilalar Allohga shukr matur yashay, lekin mehrning tub sharti narsa, ul yigit kishi qiz bolani ati oilasidan olganda, onun uchun narsadir biri. Bu vukubda tugul, sotib olda tugul, bu ati kishini rizolatuv. Chunki ati kishi bitini qizni tarbiyalagan, o'stirgan, shu yoshga yetkazgan, ham yigit keldi-da, masalan, taga o'rislar aytadi, bitni представил конечно, bit ay hozir belay Mercedesda menda shart oldi ketdi. Ati kishi aytadi, to'xtali, inim, men bit qizimni da necha yil tarbiyaladim, o'stirdim, jonjilimni soldim, kun-tunni bilmaycha, arutalni bilmaycha ishladim, kishi yonida kim xur bo'lmasin deb tirishdim. Ayda mana qizni bugun olib ketib, ertaga olib qaytib qo'ymas uchun men senga shunday shart qo'yaman, masalan, ham mehr so'ray ati kishi. Shulay mehr endi qiz bolani ko'nglini yovlab olu ham nikohni nig'atib olib turibdi bu mehr. Shulay albatta haligi mehrni topshirganda shohidlar bo'lirga tegish. Shohidlar kimlar? Ular mana shu nikoh majlisida qatnashuvchi har bir kishi. Bunda ikki yoqdan da, bunda ati-anilarda kira, bunda to'g'anlar, yaqinlarda butunisi ko'rib, bilib, eshitib turishlar. Albatta, shusha nikohning butun shartlari, kelishuvining butun shartlari o'talganmi, yo'qmi? Shusha shohidlar ustida bor bir shunday Pushkinning masalan she'rlarida yatam bil deb shulay bitmenida bo'ldi, masalan, shusha majlisda ko'rdim, eshitdim ham boshqalar. Mana bunda da albatta qo'noqlar aytirga teshayi, biz u majlisda bo'ldik, biz ko'rdik, biz eshitdik, va'dalar berildi, shartlar o'taldi, mehr topshirildi, masalan, butunisi endi ular ko'rib, bilib, eshitib turarga tegish. Mana shu shohidlar albatta ular bu dunyoda da, oxiratda da aytirga tegishlar. Shundan da shu ikki nasl o'zaro kelishdi, bir yoq qizni berdi, bir yoq yigitni berdi, masalan, shunday kelishuv unda bo'larga tegish.
Аннан инде әлбәттә иң ахырда менә егет һәм кызның үзара ризалыгы. Чөнки монысы иң төп, шушы мизгелдән соң тулысынча никах тулы була дип әйтәбез. Һәм инде берсе тулы вакалатлы ир була гаиләдә, берсе тулы вакалатлы хатын була. Менә бу бик зур момент. Монда инде кыз бала риза булып бардым яки аның әтисе риза булып бирдем дип әйтә кызны. Чөнки кыз бала оялчан булырга мөмкин, ул үзе җавап бирә алмаска мөмкин. Ул вакытта вәли дип әйтәбез, әтисе җавап бирә аның өчен. Һәм егет кеше әлбәттә инде үз өстенә шушы җаваплылыкны риза булып кабул итеп алдым дип әйтүгә. Алар әле башта гаиләдә мәсәлән берсе әти-әни өчен инде ир бала булса, берсе кыз бала булса, шушы никахтан соң яңа гаилә туа, яңа гаилә барлыкка килә һәм берсе гаиләдә ир була, берсе гаиләдә инде хатын була. Анда да төгәлрәк тукталырбыз әле ул мәсьәләгә. Ир ат дип әйтәләр, хатын кыз дип әйтәләр. Менә ни өчен ир ат була һәм ни өчен хатын кыз була? Монысы да бик кызыклы мәсьәлә. Шул шартларны үтәү белән инде ризалыклар бирелгәч, ир һәм хатын буларак bütün шартларын, никахның килешүнең шартларын үтеп, яшьләр инде матур бер гаилә булып яшәп китәләр.